Assalomu alaykum mahalladoshlar, iymondoshlar. Ushbu xabarni maksimal tanishlarga, gruppalarga jo'natib qo'ying. Zeroki sababchi bo'lgan inson ham shu savobga ega bo'ladi inshaalloh. Jizzax viloyati Anasay tumani Bo'ston mavqeida joylashgan bir xonadon Marg'iloni jome masjidiga 500 dona shlaka blok, 1 zil klinis va 1,5 tonna sement uchun mablag' to'planmoqda. Mana niyat qilgan insonlar bo'lsa, har kim o'zini imkoniyatiga qarab, mana masjidimizni obodonlashtirish ishlari uchun ochilgan karta raqamga mablag' o'tkazishi mumkin. Mana karta raqamimiz 5614 6820 0071 45 45. Murojaat uchun telefon raqam 93 323 0081. Ushbu shlaka bloklarimizni mana bu qo'shni hovli tomondagi loyig'ishdan bo'lgan devorga ishlatamiz. Loyig'ishdan bo'lgan devorni olib tashlab, ancha qiyshayib qolgan narigi tomonni hozir ko'rsatamiz videomiz davomida. Olib tashlab, shlaka blokdan terib, chiroyli qilib va mana yerdan shu masjidimizda kerakli jihozlari, buyumlari turadigan bir kichkinagina omborxona qilamiz. Hozir orqa tomonni ham ko'rsataman. Mana o'sha omborxona qilamiz degan binomizda orqa tomoni, mana ko'cha tomoni bu ancha yoriq bo'lib tushib, mana qo'shni hovli tomonga qiyshayib qolgan achinari holatda turibdi mana. Hozir devorni ham ko'rsataman. Mana qo'shni hovli tomonida devorni ahvoli. Mana shu yerga shlaka blok terib, tagida fundamentni yangilab, mana shu ko'rib turgan binomizda kichkina sklatxona qilinish kerak. Niyat qilgan insonlar bo'lsa, mana masjidimizni obodonlashtirish ishlari uchun ochilgan karta raqamini aytib o'taman yana bir marta. 5614 6820 0071 45 45. Turlibekov Abdurashid. Murojaat uchun telefon raqam 93 323 0081. Ishimiz ko'p. Homiylar bo'lsa marhamat. Sog' bo'lingizlar, salomat bo'lingizlar.